Ra'noxonni darsi tugadi, ota-onalar bilan kirdik, 1 soat darsni ko'rdik va nimalar bo'lganini sizlarga aytib berish uchun shoshildim. To'g'risi, mana bunaqa qo'limizga qog'oz berishdi. Ichida yozuvlar, ya'ni o'quvchi 1 soat davomida darsda qanaqa qilib o'tirdi, o'qituvchining gapiga quloq soldimi, yaxshi qatnashdimi, savollarga javob berdimi, shular haqida yozamiz va eng oxirida ota-ona farzandi uchun atalgan gaplarni ham yozib ertaga sumkasiga qo'yib maktabiga yuboramiz. Xullas, nima bo'ldi degan bolalar darsni birinchi qo'shiq bilan boshlashdi. Hamma darsda boshlanishda qo'shiq bilan boshlashar ekan. Shunaqangi erkin bolalar ko'rsangizlar, juda ham havasim keldi maktabidagi shart-sharoitlarni, bu o'quvchilarga bo'lgan muomalani. Xavotir olmaysizda, mani bolam nima qildi ekan, mani bolamga yaxshi muomala qilyaptim. Bir xil muomala o'qituvchida, har bir o'quvchiga baland ovozda o'qituvchi umuman gapirmaydi, gapirishiga hojat ham yo'q. O'quvchilar shunaqangi o'qituvchini bilishadi, o'quvchini ko'zidan o'qituvchi biladi. Qanaqa nima desam ekan, darsda qanaqa qatnashishini. Bilmagan o'quvchini masalan kamsitish, unaqa sen bilmading yoki bo'lmasa dars davomida to'g'ri o'tir, orqaga qarama yoki ruchkang tushib ketdi, umuman qanaqa desam, bolaga umuman bir og'iz yomon gapirilmaydi. Bolalarni o'zi ham shunga o'rgangan, darsda bemalol o'tirishadi. Yo egri o'tirding, yo qo'lingni to'g'ri qo'y yoki forma. Maktabda umuman 1-sinfda mana Ra'no 1-sinfga kirgan bo'lsa, formasi yo'q. Masalan, forma talab qilinmaydi. 6-sinfgacha Koreyada hech qanaqa forma yo'q. Oq ko'ylak yo qora yubka, shunaqa narsa yo'q. Xohlagan kiyimini kiyib boradi, sochini xohlagancha turmaklaydi. Bolaga erkinlik. 6-sinfdan keyin maktablari o'zini formasi bor. Mana katta maktablarda ham maktabga qarab forma beriladi. Masalan, butun Koreya bo'yicha kollej o'quvchilariga bir xil forma yo katta sinflarga bir xil forma emas. Maktabda ajina formasi bor, lekin 6-sinfgacha forma, hech qanaqa narsa talab qilinmaydi. Bola juda ham erkin, darsda juda ham yaxshi qatnashdi. Hatto Ra'nodan juda ham xavotir olayotgandim. Men o'ylaganimdan ham bolam juda ham aqlli va darsdagi savollarga tez to'liq javob berdi. Juda ham men faxrlanib ketdim farzandimdan. Shunaqa gaplar.